Assalomu alaykum azizlarim. Kecha baliq burji qolib ketibdi, chunki juda ham charchagandim. To'g'risi o'shaning uchun uzr. Bugun qilamiz endi alohida baliqlar uchun. Oldin baliq burjiga ozgina xarakteristika berib o'tsam, juda ham sezgir, eng chuqur his qiladigan burj vakillari baliqlar. Ular odamlarning gapidan ko'ra energiyasini ko'proq his qiladi. Juda ham mehribon. Ko'pincha lekin o'sha mehribonligi sabab o'zini oxirgi o'rinlarga qo'yib qo'yadigan burch vakillari hisoblanadi. Tashqi tomondan juda ham sokin, ichida esa butun bir olam bor bu baliqlarda. Ko'p kechiradi, lekin o'sha kechiradi-yu, lekin og'riqni ichida yutib yuradi, ya'ni ichida olib yuradi-da. O'zi yolg'iz qolganida ular kuchga kirib oladigan burch hisoblanadi. Ular ko'pchilik oldida emas, yolg'iz qolib ancha kuchga to'ladigan burch vakillari. Baliq burji aldanishdan emas, ishonib qo'yishdan juda ko'p charchaydi, chunki ular ko'ngli juda ham ishonuvchan va mehribon. Sevsa butun yuragi bilan sevadi, lekin ranjisa jimgina uzoqlashadi ular. Ichida qoladi, ya'ni butun og'riqlari yuziga ham aytib solib tashlamaydi-da. Ularda juda ham kuchli intuitsiya rivojlangan, ruhiy sezgi ham juda ham kuchli, ijodkorlik bor va shifolovchi energiya ham bor. Baliqlar uchun sevgi bu ruhiy yaqinlik eng birinchi o'rinda turadigan hayotini ma'nosi. Ularga pul, mavqe uncha muhim emas. Baliq burjidagilarga ularga qalbini tinch bo'lishi eng muhimi hisoblanadi. Baliq burji bu dunyoga sezish uchun, kechirish uchun va chuqur sevishni insonlarga o'rgatish uchun kelgan burj vakillari hisoblanadi. Demak, baliq burjini 2026-yilda nimalar kutyapti? Judayam chiroyli kartalar tushdi. Demak, baliqlar. Birinchi karta. Aslida o'zi bu kartalar umumiy qaraydigan bo'lsak, baliq burji 2026-yilda qalbi bilan tanlov qiladigan, hayotini ichkaridan o'zgartiradigan bosqichga kiradi, deyapti. Tuz kubkov. Bu yil yangi his-tuyg'ular bilan ochiladi. Sevgi, ilhom, ruhiy quvonish va o'zini qalbini to'ldiradigan qandaydir yangiliklar bilan yilni boshlar ekan baliqlar. Baliq uchun bu xuddi men yana his qilyapman deydigan davr keladi, deyapti. Juda ham chiroyli karta yil boshidan. Keyin четверка жезлов. Barqarorlik, uy, oila, ichki xotirjamlik, kimdir nikoh quradi, uzoq kutilgan nikohi bo'ladi, oila quradi, kimdir ko'chadi, yangi uyga ko'chib o'tadi, kimdir hayotida bir mustahkam poydevor qura oladi, ya'ni o'zini joyini topadi baliqlar. Bu yil o'sha baliqlar o'z joyini topadi, uzoq vaqtdan beri orzu qilgan, niyat qilgan uylariga erishadi, nikoh to'ylari, chiroyli bazmlar, tantanalar bo'ladi, deyapti. Yolg'izlikda o'zini anglaydigan karta bu. Ya'ni baliq o'zi tabiatan shunaqa. Endi kartada ham aytyaptiki, baliqlar bu yil yolg'iz qolgan paytlarida ko'p narsalarni anglab yetadi va atrofidagi shovqinlardan o'zini saqlab chekingan holatda ichki ovozini eshitadi. Bu yo'qotish bo'lmaydi. O'zini donoligini yana bir karra his qiladi, deyapti baliqlar. Paj jezlov. Yilning ikkinchi qismiga o'tgandan keyin yangi g'oya, yangi yo'l, yangi ishtiyoq paydo bo'ladi. Baliq ichida yana boshlayman degan olov yonadi, ya'ni ijod boshlaydi, yangi loyiha, mutlaqo yangi hayot yo'liga kirib ketadi baliqlar.
nima bo'lsa ham yangidan boshlaydi va omadli keladi. Shunaqa kuch, g'ayrat bilan boshlashadi. Kuboklar ritsar kubkov. 2026-yil baliqni romantik, bir qalbini tushunadigan inson bilan yuzlashtiradi deyapti. Yoki baliqni o'zi boshqalarga shifo, mehr, ilhom olib kiradi bu yil deyapti. Sof sevgi, ruhiy aloqa belgisi bu kartada. Ya'ni demak jufti yo'q baliqlar haqiqiy ruhiy juftini uchratadi. Haqiqiy sof sevgi hayotiga kirib keladi. Demak 2026-yil baliq burji uchun yuraklari ochilishi, ichki uyg'onish, barqarorlik va sof sevgi yili hisoblanadi. Bu yil baliq o'zini yo'qotmaydi, o'zini qaytadan kashf qiladi, o'zini qaytadan topadi. Shoshmaysiz, sizni yo'lingiz juda ham sekinlik bilan, juda ham sekin emas, endi sekinlik bilan juda ham barqaror va barakali yo'l bo'ladi. Demak, baliqlar bo'yicha qisqacha shulardan iborat. Keyingi mavzu bo'yicha kommentda yozinglar, qaysi mavzuda umumiy ochirim qilamiz.